Assalamu alaikum. Ekran altındaki Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasininki bugungi Naq Maydon suhbat programmasiga xush keldinglar aziz qarindoshlar. Men Farhat Yurunqash oldi bilan stansiyamizdagi barliq xodimlarga vakolatan hammangizlarni yurakdan salomlayman va mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Janob Alloh hammanglarni salomat qilsin. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi bu Naq Maydon programmasini yaqinda yo'l qo'ydi. Bir ay bo'lmadi. Bu Naq Maydon programmasini yo'l qo'ygandan buyon bo'lib Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi anglitishni rasmiy boshlagandan buyon muajiratda yashayotgan dunyoning har qaysi ellardan yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizdan nihoyat qimmatli taklif fikrlar va nihoyat qimmatli tanqidlar, albatta tanqidlarmi bor keldi. Bu biz uchun nihoyat muhim, nihoyat qimmatli. Biz xalqimizningki taklif fikrlarga tanqidlarga nihoyat jiddiy astoydil qaraymiz. Chunki Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Tor televiziyasi sizlarningki yurak sadoyinglar, xalqimizning yurak sadoyi, sizlarning qalb sadishinglar, shundaqla sizlarningki o'rtaq mulkinglar aziz qarindoshlar. Bu nuqtani alohida ta'kidlab qo'yay. Buningdagi inshaalloh sizlarningki ma'naviy moddiy jihatdagi yordaminglar bilan, sizlarning duoyinglar bilan, sizlarningki bergan qimmatli taklif fikr va hatto tanqidlaringlar bilan biz buningdan keyin Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasini yanama kasblashtiramiz, yanama mukammallashtiramiz, yanama muntazam bir holga kelamiz va hammanglar rozi bo'lgudek bir yerga akilishga g'ayrat qilamiz inshaalloh. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizningki asosiy temasi bizmi e'lon bergan oldin ba'zi qarindoshlarimizninki bu e'londan balkim xabari yo'q. Shunda bo'lsa qayta ta'kidlab qo'yay. Bugungi Naq Maydon suhbatimizningki asosiy temasi Gollandiyadagi Uyg'urlarning ahvoli va Uyg'ur davosiningki Gollandiyadagi taraqqiyot yuzlanishi, shundaqla Dünya Uyghur Qurultayı Madaniyat Komitetininki Gollandiyada yapılan bir yürüyüş faaliyetleri buludu. Aziz qarindoshlar, yana bu fursatdan foydalanib turib, oldi bilan rasmiy suhbatni boshlashdan burun bizningki Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasini qo'llab-quvvatlagan aziz qarindoshlarimizga, taklif bergan aziz qarindoshlarimizga qayta minnatdorligimni bildiraman va aziz qarindoshlarimizdanki yana taklif fikrlarini, tanqidlarini biz har zaman kutamiz va qabul qilamiz aziz qarindoshlar. Va mushu fursatdan foydalanib turib men yana xalqimizni to'g'ri, sog'lom, yetakchi ideyaga ega ma'lumotlar bilan, yaxshi ma'lumotlar bilan, atrofli ma'lumotlar bilan izchil turda ta'minlab kelgan va bu yo'lda fidokorlik ko'rsatib kelgan, masalan bizning Istiqlol televiziyasi bo'lsin va yoki Uyg'ur televiziyasi bo'lsin, Nida Tor televiziyasi bo'lsin va yoki qadrli Hüseyin Tajalli ustoz va Ahmad Fidoyi apandimlar tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyalari bo'lsin. Bularga alayda minnatdorligimni bildiraman. Albatta aziz qarindoshlar, tatliq bir raqobat har zaman bizning da'voyimizni, bizning ishlarimizni ilgari surdi. Bir-birimiz bilan bundan keyin inshaalloh o'rtaq maqsad, o'rtaq g'oya, o'rtaq axloq bilan tashviqot berayotgan butun biz Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi bo'lish sifatimizda ularga muvaffaqiyat tilash bilan birga ular bilan har zaman hamkorlashishga hozir ekanligimizni bu yerda qayta eslatib o'tmoqchiman aziz qarindoshlar. Xo'sh, endi suhbatimizning temasiga kelaylik. Men boy degan temada, ya'ni Gollandiyadagi Uyg'urlarning ahvoli, Sharq Turkiston davosining Gollandiyadagi taraqqiyot yuzlanishi haqida sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun biz bu yerda qimmatli bir mehmonimizni Gollandiyaninki Rotterdam shahrida istiqomat qilib turayotgan Zayniddin Tursun apandimni stansiyamizga taklif qildik. Mana ekran oldida bizningki Zayniddin Tursun apandim. Assalomu alaykum Zayniddin Tursun apandim. Aytan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun vaqtingizni chiqarib sizga tekrar minnatdorlik bildiraman. Zayniddin Tursun apandimni aziz qarindoshlar, sizlarga qisqacha bir yerda tunishtirib o'tay. Zayniddin Tursun apandim hozir Dünya Uyghur Qurultayı ijro komitetininki a'zosi va Dünya Uyghur Qurultayı Madaniyat komitetininki mudiri o'zi va Gollandiyaga eng burun kelgan bizningki qarindoshlarimizninki biri. Shundaqla Gollandiyada tunji qurilgan Uyg'ur tashkilotininki quruvchi a'zolarininki eng asosiy quruvchi a'zolaridan biri. Aziz qarindoshlar, buni bu yerda ta'kidlab qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Xo'sh, Zayniddin apandim, endi boshlaylik suhbatimizda.
Siz endi bayıma hazırmız dedim. Siz Gollandiyaga en birinchi kelib yerleşken Uyg'urlar qatori kirsiz endi. Sizga ma'lum endi hozir Gollandiya shu Yevropa ellerining ichida Uyg'urlarning soni agar xatolashmagan bo'lsam, Uyg'urlarning soni eng ko'p davlatdan birinchi o'rin turishi mumkin son jihatda Uyg'urlarning soni jihatda. Zaten siz mushaqqa bir ma'lumot bersangiz bu Gollandiyada Uyg'urlarning zaten soni zaten qanchalik bular qachondan boshlab kelishga boshlagan va nima sababdan kelgan Uyg'urlarni? Aleyküm esselam. Esselamu aleyküm. Ferhat efendim, hizmetçi, televizyodaki hizmetçi xadimlar, emmalarga Gollandiya'dan Zeyn'den Tursun otsuk salam. Ve şundakla muş televizyon programımızı görüp atkan emmi qeyrindaşlarga çin ko'nglimda rahmet etimen. Sizga rahmet. Ferhat efendim siz ta'riflagendek Gollandiyada Uyg'ur cemaati Avrupa'daki Uygur cemaatinden biraz qo'lliroq, biraz jiqroq cemaat. Bu yerde Gollandiyaga 1989 yıldan başlap Uygur kelishga başlagan. Aralıkta bir üzülüş bo'lgan. Aralıkta bu üzülüş şu 92 ming yıllarga taqadi. Aralıkta bir ikkidan kelgan bilan ondan keyin avushga boshladi. Şu 2000 yılning oxirgi vaqtlarida Gollandiyaga Uyg'urlarning soni ko'pildi, ham jiqlab keldik bu yerga. Shundaqla bir cho'ng büyük bir jamoat bo'lib shakllanib qoldik. Hozir Gollandiyada shu hukumatning statistikasi orqali uqqunimizda Gollandiyaga siyosiy iltijo qilgan Uyg'urning soni 1500 ga yetdi ekan. Hamda 1500 Uyg'ur Gollandiyaga siyosiy panohlik tilagan bo'lsa, bu chaqda bu Uyg'urlarning oila tavoblari kelganlar bo'ldi. Undan keyin bu yerda balliq bo'ldik, farzandlik bo'ldik. Bularni hisoblasak, hozir Gollandiyada 2000 dak Uyg'ur bor deb o'ylayman endi. Bu ba'zilar masalan deydi bir 3000 deganlar va 4000 deganlar va 5000 deganlar va demak oilalarni, balchaqlarni hisoblagan sizningki taxmini soningiz bu shundami? Herhalde hem de bu rasmiyelik aniq bir sonini bilish mumkin emas, ammo biz anglaymiz Gollandiya Yevropadagi Uyg'urlarning eng ko'p yashayotgan davlatlarning biri deb qaraymiz. Bular hamma siyosiy panohlik tilab kelgan Uyg'urlar, shundaqmi? Elbette hammasi siyosiy panohlik tilab kelgan Uyg'urlar bu yerda. Bu Uyg'urlarniki Gollandiyada siyosiy panohlik tilash sotları ahval qandaq bo'layotdi masalan qabul bo'lish nisbati qandaq masalan boshqa millatlar qarag'anda. Endi Ferhat efendim bunu so'zlasak sal uzoqroq so'zlab qolgandek qilamiz. Masalan, bizda 2001-yili kelgan chaqda normalda Gollandiya hukumati shu vaqtida 30-40 odamni teshig'i 4-5 yildan chiqarib etgan, o'tirma bermay. Endi buni şu vaqtdagi Gollandiya hukumati Uyg'urlarni to'liq tonimaganligimi yoki qandaq bir ish bilmadik, ammo shaxsan men 5 yil 8 oyda aldım bu oturumini. Pasportni olgan yilim shuningda hisoblaganda men 9 yil 10 yilda Gollandiya vatandoshini aldım desam bo'ladi. Undan keyin biz mush ko'nalar ko'pinchilarimiz kuchidi. Bu yo'lda tashviqot qildik, tashkilotni qurdik, mangdik, nurg'unlagan faoliyatlarni qildik. Gollandiya hukumatiga azdır köptür Uyg'urni uqtirdik hamdi. Ondan keyin 2000 yildan kelgan Uyg'urlarningki ishi bizninkidan jiq yaxshi bo'ldi. Aralıkta mush yaqin yillargacha mana bugungacha kelayotganlar bo'lishi mumkin bu davlatlardan. Ya'ni kamplarda Uyg'urlar bor davatidi. Xudoyim bo'lsa bularning oldadiga Gollandiya shunday yetib-atidi. Burunqi ahvol yo'q desam bo'ladi. Biz kelgandiki o ko'chalarda sarsam bo'lib yürüdüğün işlerine Gollandiya hükümeti hatimi verdi. Uygur musafirlerinin alığı yetibatıdı. Ya bu nayt yaxşı hakikaten çünkü hazır mesela bütün Avrupa ellerinde Uygurlar yaşayotgan ellerdiler emas. Uygurlar bulmagan devletlerdi hazır Uygurlar meselesi nayt tunulgan bir meseleye aylandı ve matbuatlarda mesela hazır Gollandiya matbuatlarında bu Uygurlar meselesinin oturup koyuluşu bulup cezalarının oturup koyuluşu qandaqroq hazır mesela. Uyg'urlarning masalasi to'g'rilikmish. Yaqin yillarda bo'lib atgan zulmlar to'g'rilik. Gollandiyaning medialarida, televizorlarida ya nurg'un programlar chiqyapti hozir. Yana davomli chiqyapti. Gez jurnallarda ish qilib
körep turumez. Hazır burunqa qaraganda Uygurni teximi tunup, Uygurning zulmini teximi düşendi Gollandiya xalqi. Ve Gollandiya bu haqda bir demokrat devlet qilishga tegishlik bir vazifasini qilyapti deb o'ylayman. To'g'ri, hozir masalan bizni xushal qildigan bu Yevropa davlatlaridan xushal qildigan, suyundirdigan xabarlar kelyapti. Masalan, tunugin xatolashmagan bo'lsam, o'tganda bir qancha oy burun Germaniya ichki ishlar ministrligi shu Germaniya siyosatpanalik kelgan Uyg'urlarni qaytarib etmaslik haqida bir qaror chiqargandi. Tunuginmi ulishgun Germaniya chet elliklar idorasi bilan Germaniya siyosatpanalik tilash idorasi Germaniyaga kelib siyosatpanalik tilab siyosatpanalik talabi rad bo'lgan Uyg'urlarni qaytarib etmaslik, qat'iy qaytarib etmaslik, Xitoyga qaytarib etmaslik haqida yana qayta bir shu ichki ishlar ministrligininki qaroriga parallel oldi, yana bir qaror oldi. Hamda bu bizning aytib suyundirdigan bir ish. Demak, Germaniyaga kelib siyosatpanalik tilab tasodifiy ba'zi sabablardan rad bo'lgan qarindoshlarimiz nima bu yerda hech qanday bir xiyim xatarga yoki nima uchirmaydiganligi bu nihoyat bir yaxshi bir xabar bo'ldi. Hatto siyosatpanalik tilash talabi rad bo'lgan 20 necha Uyg'urning borligi va bu Uyg'urlarning masalasini oldingi planda tutib, siyosatpanalik tilash idoralari bularningki siyosatpanalik tilash sotini tez suratda oxirlashtirish haqida qaror oldi. Bu haqiqatan bizni aytib xushal qildi. Hatto ba'zi qarindoshlarimizninki soti bo'ladi shu oldimizgi kunlarda. Hatto sotini qilmay, sening sotingni qilishning hojati yo'q, ikkinchi sotingni biz seningki iltimosingni qabul qildik deb qabul javob kelganlar bo'ldi hamda. Alloh razı olsun. 2 kun burun hamda. Bu nihoyat yaxshi bir kelishim bo'ldi hamda. Xo'sh, Zaynidin afandim, siz Gollandiyada nihoyat aktiv faoliyat qilayotgan siyosiy faoliyatchilarimizdan biri. Masalan, siz bu mening bilishimcha siz bu Gollandiya Sosyal Demokratlar Partiyasiga a'zo bo'lgan hamda 4 chong partiyaning biri Gollandiyada ekan-da. Buningga a'zo bo'lishdagi maqsadingiz nima? Bu a'zo bo'lib kirgandan keyin buningki sizning a'zo bo'lishingizdan keyin bu Uyg'ur da'vosi uchun bu qanday bir foydasi bo'ldi buning hamda? Elbette Ferhat efendim, hazır biz G'arb ellariga chiqishimizning sababi birincisi vatanda bo'lgan zulmdan qochib chiqdik bu yerga. Buni eliqi yuradigan ish emas buni. Xitoyning zulmi ochdi, biz qochishga majbur bo'ldik. O'zimizning yashayotgan tuproqdan majbur ketishga majbur bo'ldik-da. Endi men 2002 yili Gollandiyadagi vatanparvar yoshlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan birlikda tashkilotni qurdik, siyosiy tashkilotni. Onundan keyin Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati nihoyat kuchli bir jamoat. Siyasi davarımız nayt sarxil bo'lib keldi. Ama kam kusiyalarini surishtirib kelsak, o davani to'xtatib qo'ydigan bir gap so'zda u menimcha qilgan natijelik ishlari bekchiq bo'ldi Gollandiya tashkilotining. Mayli Baxtiyor Shamsiddin zamoni bo'lsin, ya Baxtiyor Nasir bo'lsin, Sodiq Sallay bo'lsin, Absalomlar bo'lsin, bular nayt ishchidan chiqarib qildi bu davani. Haqiqatan Allah razı olsun bu yigitlardan. Hem de Uyg'ur davası ko'tarilib mangdi, aralıqda cho'kish bo'ldi, aralıqda ixtilof masala bo'ldi. Ahirdan ben bu cemaatdan talep qildiğim biz chet elga chiqib siyosiy faoliyat qilsak, cho'qim siyosiy yo'nalishimizga islohot qilishimiz kerak. Chunki biz yerlik qarab taraqqiy qilishimiz kerak. Chunki bu yerda yerlik qarab taraqqiy qilishimizning sababi Tibet meselesi göz aldığımızda örnek bo'layotir bizning. Chunki shunchalik aqlli millatkanmiz Uyg'ur millati. Bu xizmatni qilamasak yaxshi bo'lmaydi dedim. Shuning bilan men 5 yildek bo'ldi Gollandiya tashkilotininki rahbarlik qatlamidan istifa berib chiqib, undan keyin men shu Sosyal Demokrat Partiyasiga a'zo bo'ldim. Undan keyin xalqaro kechirim tashkilotiga a'zo bo'ldim. Bo'lib bularga üntinsiz bularning xizmatini qildim endi. Chunki Ferhat efendim o'zingiz bilasiz, Avrupaliklar rastchillikni taraf qiladi. Sen qanchalik rastchil bo'la olsak, shu chaqda xalqning o'rnini ola olamiz, ham nim qila olamiz dedim. To'g'ri. Faoliyatni Sosyal Demokrat Partiyasiga kirdim, kechirim tashkilotiga kirdim. Bu yerda biz to'g'riliq nurg'un yaxshi ishlar bo'layotdi. Masalan bizga maxsus shu parlamentda Uyg'ur masalasi birdan bo'lib qolsa, burun biz namoyish qilib to'qla, xolos. Hamda hukumat o'rinlarga dadil bir narsani ivatamidik. Ammo ivatganlarimiz bo'ldi, natijasi toz yaxshi bo'lmadi. Hamda hozirgi masalada masalan
Xitoyda Sharq Turkiston masalasida azroq bir o'zgarish bo'lib, Uyg'urlarga zulm ig'irlashgan kuni shu kunilar bizning mayli partiyamiz bo'lsin, turayotgan partiyam bo'lsin, yoki kishilik huquq jamiyati bo'lsin, darhol meni bir xo'shqig'idek bir xabarni berdi. Birini yozdik, darhol ivetdik. Masalan, Gollandiya oldidiki 4-5 siyosiy partiyalarga bizning ahvolimiz bo'lib bo'g'icha anlatib bo'lamiz. Bunday bir yaxshi bir tartib bo'layotdi. Shunga buning qatnashimning sababi bu partiyaga. Chunki men deyman, bo'lsa biz qanchalik jiqqatnasak shuncha yaxshi. Chunki bizda radikallik bir xiyol bo'lmasin. Chunki Xristian davlati kirdi, bu Xristianlarning partiyasi qatnashsa bo'lmaydi yoki mandaq narsani kalladan chiqarib deb, o'zimizni, Uyg'urimizni birinchi o'rin qo'yib turib, nima qila olamiz Uyg'ur uchun? Undan sirt qilgan namoyishimizdan sirt biz bir vaqtimizda chiqarib, bosma shunday siyosiy partiyalarga, kishilik huquq jamiyatlarining ishiga ochiq bo'lgandan keyin kirish kerak. Ular kiriblar, natija ko'rgan olmaydi. Belki ularga naiti to'g'ri yo'lda, naiti aqlliqlik bilan, naiti aqko'ngillik bilan ularning xizmatini to'xtamay qilish kerak. Undan keyin haqni ta'sirlantiramiz. Haq bizga andikin sen qaysi millat? Sening zulming mayadan mayagichimi? deb qarshi tarafning so'zlaydiganga bir sharoit hozirlash kerak deb o'ylab qoldim. Shun qatnashdim buni Farad. Bu naiti to'g'ri deysiz, haqiqatan to'g'ri dedingiz. Bu davoni sir tutirib anglatganda ishga kirib, masalan, xalqarалық NGO'lar, kishilik huquq tashkilotlari, ommaviy tashkilotlar shularga a'zo bo'lib kirib, zaten a'zolik badalimi unchalar nima emas, jiq emas, ko'p emas, hamda mening bilishimcha. Albatta. U a'zo bo'lib kirib, uningga masalan biz shu umpoga a'zo bo'lib ba'zi qarindoshlarimiz kirdi, buning foydasini nihoyat ko'p ko'rdik, masalan. Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotiga a'zo bo'lib kirganning foydasini ko'p ko'rdik. Masalan, hozir bizning Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandim hozir shu UNPO'ning xalqaro vakolatsiz millatlar tashkilotining ma'mur raisi hozir. Shu darajaga bordamda. Bu nihoyat muhim bir ish. Haqiqatan sizningki bu nimadiki Gollandiya to'rtchan partiyaning biri hisoblangan bu Sosyal Demokrat partiyaga a'zo bo'lib kirib, uning ishida turib bu da'voni ishada anglitishingizdan keyin bu ahamiyati bu kelgusi istiqbolli da'voyimizning Gollandiyadagi kelgusi taraqqiyot istiqboli uchun nihoyat muhim. Zeynep Efendi biz pat sizningki shu Gollandiyada xalqaro kechirim tashkiloti bilan birlashib turib faoliyat qilganingizni ko'p ko'ramiz, buning ko'p shohid bo'ldik. Siz bayımı dediniz. Ben şimdi ikinci basqıçını sormak istedim. Siz mi xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya şubesining ki a'zosi hozir a'zosi bo'lib kirdingiz. Bu xalqaro kechirim tashkilotiga a'zo bo'lib kirgandan keyin ki faoliyatingiz qanday bo'ldi? Bu xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya şubesining kun tartibida Uyg'urlar masalasi qaysi darajada yayib kelyapti hozir? Xalqaro kechirim tashkilotininki Gollandiya şubesiga a'zo bo'lib kirganimning yaxshi tarafi bekjiq. Bizni bo'labmi Uyg'urlarni tashviq qilishda. Hozir maslanga menga bir ta'sir qilgani, men tunji qitim xalqaro jamiyatiga shu kechirim tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan chaqda bir faoliyat bo'ldi ham Rotterdamda. Rotterdamdagi cho'ng bir klubda bo'ldi. Biz xizmatchi xodim bo'lgandan keyin kirib u yerda apa qilishdik. Bu yig'inning Tibet masalasi to'g'riliq ichilganligini his qildimda. Bu yerda bu yig'in zalida o'tag'an 300 odamning orasida bir Tibet yo'q. Senda o'tag'anning orasida bir Tibet yo'q, ammo Gollandiyaliklar hammasi Tibet masalasi to'g'riliq bu yerda shunda obdan so'zlaydi, ammo gapni anglaydiganga haqida pul to'lab bilet ilib kirdi ekan bu. Kiramaganlar teshida o'tirdi ekan. Bu narsa menga ig'ir ta'sir qildi. To'xta dedim. Biz nima uchun? Biz mushlar uchun xizmat qildik. Mushlarmi biz uchun shunday bir sharoitni hozirlami degan tushuncha bilan men o'zingiz bilasiz oshxona restoran ishlari mening vaqtim chiqarmayman. Shunda bo'lsa-mu har qanday bir vaqtda shu xalqaro tashkilotning ishi bo'lib qolsa, qo'limdagi ishni tashlab beryapman. Ayolim mening orqamda destak berib, "Ishing turyapti, bering qatnashing" deb. Albatta bu yerda ayolimga rahmatimni aytaman. Biz rahmat aytamiz albatta. Kirdik bu faoliyatga kirdik, buni qilyapmiz. Hozir Gollandiya xalqaro kechirim tashkilotining mayli qanday to'plantisi bo'lsa, bizning Uyg'urlarning zodi bor. So'zi bor bu yerda. Masalan, 10-stadiyadagi faoliyatimi bizning Uyg'urlarning kampi to'g'riliqmi bor shada. Chunki hozir xalqaro kechirim tashkiloti bir faoliyat qilsa, Zayniddin Sharq Turkiston to'g'riliqmi bir nima qilindi deydigan yerga keldi. Onun ustiga bir yil ichida 6-7 qitim faoliyat qildi. Bu faoliyatni
Ferhat efendim özünüz kısa Dünya Uygur Kurultayı Teşvikat Merkezi namıdan kılıvatımız hem asasen Dünya Uygur Kurultayı namıdan kılıvatımız. Manda etmakta Dünya Uygur Kurultayı'nın ki kurulma işçideki bir adamının halkara keçirim teşkilatı da bağ diyemekçe. Yani birisi bu yerde. Tabi bizde terörist hep anlatıp atıdı. Ama ben halkara keçirim teşkilatı da Dünya Uygur Kurultayı'nın vekili. Eğer ben terörist olsam takdı bu işim gerek. Nim kılmaya halkara keçirim teşkilatıga. Uçakta halkara keçirim teşkilatıma mini ekirişinin yolu yok. Ama bir yerde davatkan gap Xitay şunçelik fılkayda bizni aqa qarlap atıdı. Ama demokrat devletning bag'ri ochiq biz uchun. Qilinglar davatıdı. Endi bu yerde bizdeki işlerimiz joyiga tushishinin sebebi özümüz ekan. Biz cho'qim mushundaq o'rinlarga kirib, aktiv bo'lib, xizmat ko'rsatib, boshda bular uchun qilish kerak. Uningdan keyin biz uchun bular qiladi ekan. Hem kun tartibida bor. Bizning masala kamlamaydi Ferhat efendim. Xo'sh. Mesela hazır hakimiyet beşideki partininki bu Uygurlar meselesiga bo'lgan pozitsiyasi qanday qaraqmasdan hukumatning deyli endi. Gollandiya hukumat beshidagi partiya bo'lsin yoki hozirgi huquq yurayotgan partiya bo'lsin, har qanday partiya Uyg'urninki inson haqlari to'g'riliq, hozirgi zulm to'g'riliq hammasida bir ko'z qarash bor o'tirliqda. Cho'qim yaxshi qilmadi Xitoy degan bu hukm bor. Hozir hukm bog'lanib ketdi hammasiga. Bunu ma'lum hukumatninki Uyg'ur pozitsiyasi qanday desak, Gollandiyaning biroz nacharmiki deydi, g'ayri yo'q. Chunki Gollandiya demokrat davlat, inson haqlari uchun kurash qilgan davlatning birisi. Bizning hozirgi ahvolimiz inson haqlari bo'lgandan keyin, menimcha bular qat'iy bu temadan qochmaydi deb o'ylayman. Shundaq, haqiqatan bu Gollandiyadagi qarindoshlarimizni qanchalik faxrlansak shuncha oz, nihoyat vatanparvar, nihoyat g'ururli, bak fidokor bu Gollandiyada yashayotgan qarindoshlarimiz. Vatan millet dese zaten ölüp durdu bu qarindoshlarimiz. Shunchalik fidokor. Mesela onun üstüge bizning namoyishlarimizning ko'pinchisi Yevropada asosligi shu Yevropa parlamenti joylashgan Bryussel shahrida bo'ldi. U Bryusselga Belgiyaga Gollandiya eng yaqin, Gollandiyada Uyg'urning soni eng ko'p. Shuning uchun har qatim shu nimada Bryusselda namoyish o'tkazsak, avval qatim 4-27 kun o'tkazgan vaqtimizda bu yil eng ko'p kelgan Gollandiyadagi qarindoshlar ratlik, hayvatlik, shundoq tartiblik qarindoshlarimiz kelibdi. Va budami yana januarda namoyish qildik. Ya'ni shu shundoq 100 kilometrlik yo'lni 30 bilan kelibdi. Biz yana ko'p kelgan davlatlarning birisi shu Gollandiya qarindoshlarimiz. Nayt fidokor haqiqatan biz faxrlanamiz Gollandiyadagi qarindoshlarimizni. Uning ustiga bu Gollandiya bizningki hozir chet eldagi Uyg'ur mediasining markazi bo'lib qoldi hozir. Boyda bitmada masalan bizningki bu qadrli Husayn Tajalli ustozniki to'rt televiziyasi va Ahmad Biday apandimning to'rt televiziyasi va bizning Abdusalom qarindishimizningki Nida to'rt televiziyasi va bu haqiqatan bizningki ham medianing markazida hamda inshaalloh apirin Gollandiyadagi qarindoshlarimiz, butun qarindoshlarimizga tekrar bir yerde hürmetimizni bildirimiz. Elbette Zeynep efendim siz aynı vaxtıda hazır siz Dünya Uygur Kurultayı İcra Komitesi'nin azası hem Dünya Uygur Kurultayı Medeniyet Merkezi'ninki müdürü. Siz bu Medeniyet Merkezi'ninki müdürü buluş tuttunuzda mesela ötken yıl 11. ayda Germaniya çakırılgan 6. növetlik Dünya Uygur Kurultayı'nın 6. növetlik kurultayı saylangan siz Medeniyet Merkezi'ninki müdürü bu. Bu jarayonda siz o'zingiz turayotgan Rotterdam shahrini markaz qilib bir yurish faoliyatlarini olib bordingiz. Bu haqida bir ma'lumot berib bersangiz, Dunyo Uygur Kurultayı Medeniyet Merkezining nomida bo'lgan faoliyatlar haqida. Albatta, qurultaydan keyin hammamiz bu yerda qurultayga kirib olib o'tirish emas. Qurultaydan bir huquq yoki bir narsa bu majburiyat bizga. Buni olgandan keyin buni cho'qim voy yetkazib qilish kerak. Haqla qayil bo'lg'ida qilish kerak. Bunda bo'lgandan keyin bizningki Gollandiyada restoranim bor, sharoitim bor bo'lib qoldi mening. Inshaalloh bu sharoitdan to'liq foydalandik. Endi Rotterdam jamoatidan boshladik. Jiq faoliyat qildik. Ammo ilqa faoliyatni manchilik qildik deb sonni tikanmaymiz, manchilik faoliyat demaymiz. Ammo Dunyo Uyg'ur Kurultayı Medeniyet Merkezi nomidan haqiqatan
adam bir hoşan boğdek faaliyetler. Bazı aylarında 2'den 3'ten qilgan aylarımız var. Elbette bu faaliyetlerini asasen bütünley sponsorlukmu şu Ürümçi restoranı özümüzden bulup Endi muş hizmetni texim vay yetkizish için izdinyapmiz. Endi qilgan faaliyetimizni mesela xalqaro kechirim tashkilotlari bilan bo'ldi. Onundan keyin Gollandiya yozuvchilar jamiyatidan taklif qildik. Adam jiq bo'lgandan keyin ikkiga bo'lib chaqirdik. Bu yerda Uyg'urlar to'g'riliq bilan bir narsa yezilib qolsin dedik. Undan sirt yana nurg'unlagan faaliyetlarni qilyapmiz. Endi biz yılqı faaliyetimiz tügep, tek akırlaşmayı turupla. Tünügün bizdeki kechirim teşkilatının reisi özü kepti. Bizden partinin kepti. Keler yıllık planını qanday qilamiz deb. Keler yılımı hazır ufukdigan plandan 6 dal planını, keler yılının planını tuzyapmiz. Dünya Uygur Kurultayı namıdan qılıvatkan faaliyetlerimiz bekçi. Hem de öyle biz deymiz bunu alaydı qılıvatımız deymiz. Yani bunun Gollandiyadaki şu yakındaki cemaatlerimiz her zaman bizge yardım qılıvatıdı. Siz degende Gollandiya cemaati bek esil cemaat. Belki sosyal medyalarda bazılar bir to'g'ri notunush gaplarni Gollandiya cemaati qarta qilgan bo'lsa, men buni to'g'ri ko'rmayman. Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatining poklik darajasi aydi yuqori. Vatanparvar, mayli her sahada bo'lsin, her zaman Gollandiyada Uyg'ur davosining oldi bo'lib ketib bordi. Hem de bizning hozir bu shu Dünya Uyg'ur Qurultayiningki qurilish orliqdiki madaniyat markazining qilgan faoliyati mayli yemek-içmek asas qildik. Müzik sanat asas qildik. Uyg'urni tonishtirish asosini qildik. Mana shunda sanat madaniyat bilan Gollandiyada mövjud ko'rinlarni aytib bir cho'ng bir sonda faoliyat qildik Dünya Uyg'ur Qurultayi nomidan. Nima Zeydin efendi, ben bir köp balladı sizni. Sizlik bir şu hatırlaş faaliyetlerinde, narazılık faaliyetlerinde bir yenilik yaratkan bir insansız. Bu yeniliğinizden yani gül bilen özünüzün narazılığını, özünüzün sevgisini, özünüzün halkımıza olan sevginişinizni gül bilen ifadelaydigan yaxşı bir uslubni yarattınız ve bu uslubunuz chet elde nahayet majret yaşayotgan qarindoshlarimizni nahayet suyundurdu. Mesela siz bu meyle 5. fevral Oğulcu qirg'inchiligi hatırlash vaqti bo'lsin va yoki Barin inqilobini hatırlash kuni bo'lsin va yoki 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi hatırlash kuni bo'lsin va yoki Yakan qirg'inchiligi buni hatırlash kunlari bo'lsin, norozilik kunlari bo'lsin, siz necha minglagan gül orqali gulni tizib, bu maqsad buni hatırlash uchun maxsus bir shakl moda gül orqali, ya'ni sun'iy gül emas, tabiiy gül orqali bu mod yasash usulni. Bu usul qanday aqlingizga yetdi? Buni sizning buni ahamiyatini qanday tushunasiz masalan? Siz qanday bo'lib bu aqlga keldingiz endi? Çünkü elbette Gollandiya zaten dünyada gül makanı, gül devleti deb atiladi. Gollandiya bütün dünyanın gül bilan ta'minlaydigan bir davlat. Mushuni bir so'rag'im keldi. Rahmet. Qiziqqaninglarga, bu sosyal medyada butun ko'rayotganlar bor. Ko'rib hammasi shunchalik suyundi. Jamoatning har bir bazasi meningki yana bundan keyin davomlashtirishimga bir kuch bo'layotdi albatta. İnşallah. Bu faoliyatni men 2002-yili boshlagan Gollandiyada. O vaqtida şu teşkilatni yeni kurup tunji Gollandiyada Uyg'ur uchun namoyishni boshlagan odamman. Açık bo'lib shu vaqtlarda. Uning oldida Tibet bu millatninki faoliyatlari qatnashib namoyishlik qilgan. Shu tunji qitdan shu bir necha inlarimiz bilan necha mingdan gul ilib bizning Uyg'urni tunishtirgan tashviqni 2002-yili boshlagan men. Buni qilishimning sababi Farad efendim, gulni yaxshi ko'rmaydigan inson yo'q. Shunda. Gül dünyada muhabbetin simvoli. Onu adam öttegan qanxur Hitlermi yaxshi ko'rdi. Hozir uch zindanda adam kuydirayotgan Xi Jinping jallatmi yaxshi ko'rdi. Shunda. Çünkü gülde günah yok. Gül muhabbet ve tinchlikning simvoli. Amma o'yladim. Çünkü biz quruq varaqni taqatsak qiziqmaydi. Çünkü reklam, ticaret, manda bir narsalarning nasrida biz tashlab o'tish mumkin buni. Şu bir tal qizil gul bilan biz Uyg'urni tunishtirgan varaq. Bo'pti, sen varaqmi qiziqmisanmi? Bak gulga qiziqasan deb Amsterdamda bu shaharlarda bir kunda qildik shu necha minglagan gul bilan bir chiroyli nim qildik. Endi
yana bir narsa, men buni es qildim, bu sosyal mediada minglagan odam bor. Bularga anglatish uchun bularga chiroyli bir narsa aytishim kerak ekan deb, undan keyin bu gul bilan bu ishni boshladim. Masalan, hammadan muhim bo'lgani 2 ayning 5 kuni, oldingi yili 2 ayning 5 kuni qilgan gul faoliyatimmi, buni Moşu ma'lum biz bu yerda ismini demaymiz, bu o'rinninki Gollandiyaligi biz o'zimizniki bir o'rindan bir uchur kelib qoldi. Zayndan tursin, sen sosyal medyada bek gullarni tizib chiroyli qilsan. Moshunda Gollandiya podshosi yaqinda Xitoyga bormoqchi. Ya bo'lsa, mush gulni sen parlament oldida qilib bir nim qila olamsan dedi. Bek xo'sh bo'ldi dedim. Onun keyin Dolqin raisimiz Dolqin Aysa'g'im taklif qildik. Bu da qitim qilma bir muhim faoliyat kasimiz dedik. Dolqin Aysa raisimiz mi keldi? Bu yerda gulning soni bekchiq. Endi yozadigan raportimizni, podshohga beradigan raportni yana bizning Gollandiyalik do'stlar yezib parlamentga Padişahın qo'lig'icha shu namoyish oldi keyinda ivatildi. Endi u namoyishga gul tizdi. Gul bilan bo'lmasin deb Skotlandni o'zimiz hukumiz. Angliyadan shunchalik demokrat davlatdan o'zining erkinligini deb qutulib chiqaman degan bir simvollik bir odamni qochirmay deb bir muzikani chaqirdi Skotlandlik. Bu biroz romantik bo'lsin, davarimiz biroz chiroyli bo'lsin dedik. Ammo shunchalik chiroyli bo'ldi. O kuni endi shu parlament oldiga 6800 euroluk gul oldik endi. Nurg'un jamoat deydi, bu gulni Zayninka bir yerdan bikaq beramdi deydi. Bir yerdan bikaq bermaydi endi albatta. Buningga pul xarjlaymiz. Shunday. Bu faoliyatni qildik. Faoliyat tugdi. Bu faoliyatning natijasi bir necha kun ichida bo'ldi. Padişahimiz berib Xitoyga Xi Jinping'e o çıktı Tibet Uygur meselesini tanışsan buldu. Ben tuncu gittim. İnkas bergen devlet buldu. Uygurlarının zulümü doğruluk. Gollandiya padişahı doğru deysiz. Endi bana muşindak yap. Bu gülninki paydasını muşindak bulamadı. Boz bundan keyinki teşviqatı mı? Yani biz yenilik yaratmışım gerek Ferhat efendim. Çünkü bizden nurgun neslimizde biraz ıslahat kılışımız gerek oldu. Çünkü zulüm günden ağırlaşkan sıra adamda akıllı yolga başlaydı ekan. Çünkü xalqimiz zulmda ig'ir qolgan sir biz qanday qilsak xalqimizning shu zulmini yengiltadigan bir ish qilamiz deydi ekanmiz. Mana bu shundoq aqllar o'zligidan keldi ekan. Bu Janobi Alloh bizning yuragimizga solgan bir o'tgan. Albatta shu o't balki gul bo'ldi deb o'ylayman. Men shuni qilyapman-da, buni davomlashtirmay Xudoyim bursa. İnşallah bu sizniki bu usulunuz hakikaten bütün maciratdagi qarindoshlarimizni nayt yoqdi. Siz dediniz nayt yaxshi bir unumi bo'ldi deb bu Uyg'ur xalqininki bu yerda go'zallikni so'ydigan, tinchlikni so'ydigan, muhabbatni so'ydigan, insonlarni so'ydigan bir millat ekanligini shu gul orqali o'zingizning yasagan shu gul men ko'rdim butun dunyo qarindoshlarimizni ko'rdi. Hatto yasagan gullaringizning o'ttirgan maxsus oxirat bilan uning ichiga Urumchi qirg'inchiligininki yıl ay günü 5 fevral olacak qirg'inchiligining yıl ay günü Barin inqilobininki yıl ay günü hem yozilgan tushirilgan chiroyli xud nayti isil. To'g'ri deysiz. Biz endi bu g'arb dunyosida da'vo qilishdi. Albatta biz bundan aqirayotgan da'voyimiz xalqaro qonun prinsiplarga uyg'un va o'zimiz turayotgan davlatlarning qonunlariga mos kelgan holda qilyapmiz biz tinch shaklda da'voyimizni. Bu yerda ham asos qilganimiz shu namoyishlar bo'ldi, har xil shakldagi siz deb o'tgandek har xil shakldagi shu faoliyatlar bo'ldi. Endi buningda biz nuqul holda namoyish shiorib olib tashviqot varg'i taqishlarla chekinib qolsak bo'lmaydi. Siz degandek xuddi siz gul orqali bu Uyg'ur xalqining hissiyotini ifodalash usulini tepib chiqqandek, bayibni ta'kidlab o'tganingizdek yangi texmi yangi usullarni bilan tepib chiqishimiz nihoyatda muhim. Bu zürür. Albatta siz bir örnek oldunuz inşallah. Sizinki bu faoliyatingizningki davomiga muvaffaqiyat tilayman. Nihoyat obdan bir siz yaxshi bir usulni tepib chiqsiz. Xo'sh, endi bu Zayniddin efendim siz bu Dunyo Kulti Madaniyat Markazininki müdiri. Endi hozir bunda bir masala bor hozir. Masalan hozir bizningki biz muhojiratdagi Uyg'urlar Ninki en mühim vazifelerimizden birisi mi chet ellardagi muhojiratga Uyg'urlarningki milliy va diniy mavjudligini saqlab qolish hamda bu yerda. Albatta bu yerda butun tashkilotlarimizning tarkibida oshgan Qur'on kurslari bor, diniy nimalarimiz bor, maktablarimiz bor. Bu o'zimizning muhojiratdagi qarindoshlarimizninki yosh o'smirlarimizning diniy mavjudligini saqlab qolishda nihoyat cho'ng rol o'ynaydi bu diniy maktablarning Qur'on kurslarininki. Ammo
bu yerda milliy mavjudlik degan vaqtda nima degan vaqtda shu Uyg'urlarning urf odati, san'ati, tarixi, madaniyati hamda bu Uyg'urlarning milliy mavjudligi, milliy kimligi. Bu yerda chet elda bo'libmi g'arb davlatlarida san'at orqali san'at orqali bu Uyg'urlarninki xalqan bir millatning deyli bir san'at orqali o'zimizningki hissiyotni o'zimizning demoqchi bo'lganimizni san'at orqali ifodalash nihoyat muhim, chunki san'atga alohida ahamiyat berdi bu Yevropa ellari va san'atning qimmati intayin yuqori hamda. Masalan bizning ba'zi kichik bolalarimiz, o'g'il qizlarimiz shu usta o'ynab sahnlarga chiqqan vaqtida aşa turolmay qoldi, hayajonli chavoqchilik nima degan chiroyli usul bu hayotimizda ko'mgan bütün insoniyatning go'zalliklari giralish mujassamlashib ketgan bir usul ekan bularning usul. Ham puti mudraydi ekan, ham qo'li mudraydi ekan. Chunki boshqa millatlarning faqat puti bilan o'ynaydigan tansi yoki qo'li bilan o'ynaydigan bizning ham yerimiz nima hamda shu lirik nihoyatda shuni hayron qoldirdi zaten. Shuni biz shu usulni topgan to'q burun. Biz chiqibla Sharq Turkistonning vaziyati ma Uyg'urlar bunda zulm chekyapti desak anglamaydi ekan ko'p bolalarda. Shuni avval chiqib bir chiroyli bir sozimizni chelib, o'yinondagi bir chiroyli bir usulimizni o'ynab o'tib, anandan chiqib dardimizni anglatsak, voy mushundaq bir chiroyli usul san'ati bor. Mushundaq chiroyli bir muzikasi bor, bir millatni ning tatvatgan kuni qaranglar. Mushundaq bir chiroyli madaniyatni, mushundaq chiroyli bir san'atni va yo'qtiman deb tutma Xitoyda darhol istashlik qo'zg'aldi ekanda endi. Bumi g'arb dunyosininki bo'lib Yevropa ellarining yerli xalqininki hissiyotligini istashligini qo'lga keltirishning ayni bir muhim vosita. Ama keyingi mezgillarda bazı radikal qarashlar tufaylidan, radikal qarash deganim diniy nuqtadan davatmayman buni. Ya'ni masalaga yuzaki qarash. Shundaqli bir masalan biz adabiyot san'atimizni tunishtirimizda bir satallikni oldik, uning tayyorliqi vaqtimizda uning qarshi jamoat fikri ko'payib ketadi. Voy xalqimiz hozir 3 milliondan ortiq xalq jazolarga yetib olsa, turumlar yetib olsa, xalqimiz azob chekib olsa, vatanimiz mustamlikka osib turib olsa, biz daqidum baxchilik bu yerda usta o'ynab, sozchilik yursak bu xato, bu bo'lmaydi deb buning qarshi turganlarmi bor endi. Bu ma'lum endi aytgan vaqtida shu bizningki adabiyot san'atimiz orqali naqshul san'atimiz orqali o'zimizningki Uyg'urlarningki madaniyatini tunishtirishga belgilik bir putluk aşanlık olib kelgan bir masala. Siz bunun qanday qaraysiz masalan? Bu sizce bu qarashlar to'g'rimi? Siz bir Qurultay madaniyat markazining mudiri bo'lasiz fikringizdan. Bu masala qanday qaraysiz? Uyg'ur san'ati bu bir baha güver. Shunda. Meyli Uyg'ur san'ati olsun, Uyg'ur madaniy kültürü olsun, dünya medeniyetinin büyüşki, bunu taşlib etishga yoki buni radikal tushunishda tushungan bo'lsak, ama dunyoda hammadan ig'ir gunoh qilgan inson bo'lamiz. Chunki madaniyat yutib ketsa millat yutadi. Bu nihoyat muhim narsa bu. Endi bizningki shaxsan shu restoran ichib men shuni his qildim endi. Bizningki bir qancha langmanni bir xalq geziti deydigan, bu gezitningki qisqa ishlagan bir videosi. Endi zaten bir langmanlar, bizdaqsi langmanlar bir programmamizda 68 ming odam ko'rdi degan gap boshda. To'g'rida. Davatmaq bir millatningki seni tonishtirdigini, sening madaniyating bilan kulturing. Bu ham bak muhim narsa bu. Chunki buni sal qarasak bo'lmaydi. Shu buni qanchalik qila olamiz, qancha taraqqiy qila olamiz. Buni men yaqinda raisimiz Dolqun Aysa efendimga so'zladim. Chunki biz 10-yil bo'ldi bu san'atni taz yaxshi tutammidik. Buni biz buni siliq payiltib o'tkazsak xatolik bo'ladi bu. Ammo biz yaxshi qilamidik. Chunki muhim boyligimizdan ayrilib qoldik. Albatta radikal tushunish yoki bu san'atga bo'lgan xato tushunish bo'lsa, u tushunaversin xatoligi bilan. Biz ma'lum bir to'pning bizga qilgan fikrini asos qilib turib, bir millatningki san'atiga xiyonat qilsak, u chaqda Allohmi kechirmaydi bizni. Shunday. Endi bizning da'vat qilgan masala hozir qanday qilish kerak? San'atni jonlantirish kerak. Albatta bizningki mudirimiz Farhod Abid bor, danliq san'atchimiz. Ammo Gollandiyada dunyoga tonilgidek san'atchilarimiz var. Gerçek. Biz ularni yetaklab mağamagan xatoligimiz var. Ular biz uchun qanchalik qipirli, qanday qilini desa, biz ularga sahna hozirlamadik Farhod efendim. Ularga sharoit hozir beramadik. Hozir
mana xalqaro jamiyatning bo'lsin, siyosiy partiyaning bo'lsin, bularning davatqini sen zeyindin, milliy kulturingni aka, tamoqni bo'lsa parlament qila oladigan, sanating bo'lsa parlament qila oladigan sharoitni biz berdi. Sen o'zingni tanishtu davatıdı. Hem bundaq sharoitlar bizga kelyapti. Hem bundan keyin qanday qilamiz bu xizmatni? Shu xizmatga tayyorlik qilyapmiz. Albatta, restoran ochdim men. Restoranning iqtisodini biz asosan shu davoga ishlatyapman. Albatta, Ferhat efendim, men restoran hech millionlar bo'g'im yo'q. Ammo gerçek, vicdani mecburiyetimni qanchalik ado qila olmayman. Men vatan millat uchun qanchalik qila olmayman, shu hisob menga. Shunda bo'lgan ekan, o'zimning bosh sharoiti bilan kuchayman. Bo'lmagan yerda qurultaydagi rahbarlar va shundaq bizniki do'stlarning beshini og'irtishim mumkin. Ammo san'atni, madaniyatni yutamayli deyman Ferhat efendim. Bu jihatda hammamiz tang bir yordam qilsanglar, chunki men o'zim yolg'iz bazı işler nim kıpılanmayma bulapmız siz hem uzak vakit bu davanın içinde şu teşvikat hizmetlerini kilowatsız bu cihatte sizden uygunduğun bizden nurgun nesirimiz var. Hem ilk meselelerini biz sizden sorayımız hem bunu orunlaştırıp bu nim kıldığına Xudayım bursa tırış gerek millet yokap gitmeydi. Çünkü milletin yokap getişinin aldığını iliş için biz özümüzden kimlikini tanıştırış. Mühim bu. Biz kim o? Biz nereden keldik? Biz kandak millet bunu tanıştırmay durup Uygurlarga erkinlikte vakagan akmaydı. Doğru, hakikaten ben şu fikirde okşaş fikirde. Çünkü bu bizning naksul sanatimizni, müzikimizni kandaktı nokul aldılar. Bu daptaran işte köngül açıdan bir narsa dep düşünüş. Buna ait yüzeki bir karaş. Hakikaten bu özümüzninki milli sanatımızga, madaniyatimizga qilinganmi bir milliy alayliklarimiz qilinganmi bir kamsitish bo'ldi bu. O'zimiz kamsitgandek, o'zimiz kichik tushagandek, haqoratlagandek nima uchib qolamiz. Biz cho'qim biz ega chiqadi ekanmiz. Biz millatimizningki butun qimmatlariga ega chiqishimiz kerak. Ben faqat buning xalqimning, Sharq Turkiston xalqining diniy mavjudligiga ega chiqaman, boshqa narsaga ega chiqmayman desak bu xato. Men faqat milliy mavjudligiga ega chiqaman, diniy mavjudligi bilan korim yo'q desak bu xato. Biz agarchanda bu Sharq Turkiston davosini qilamiz deyotganmiz, cho'qim xalqimizningki butun qimmatlarga. Ya'ni bu qimmat ikki qimmatga markazlashgan hamda. Ikki mavjud merkezleşken birisi milliy mavjudlik, birisi diniy mavjudlik. Milliy mavjudlik degan nima? Shu bizningki tariximiz, urf-odatlarimiz, madaniyatimiz, san'atimiz va kazalar. Shunga buni da chet elda buni taraqqiy qildirish, buni zo'raytib muhim. Siz dedingiz, yani Gollandiyada dаңlıq kasbiy artistlarimiz var deb. Masalan, başka devletlerde, Kanada'da olsun, mesela Amerika'da olsun, Avustralya'da olsun, mesela Şöhret Mutallip efendim, Şöhret Hüsnü efendim Avustralya'daki şu muqam nimalar bilan sanat orqali heptlab bütün Uyg'urlarning san'atini tanishtirib, bu yerda Uyg'urlarning tanilishida Avustraliyada cho'ng bir rol o'ynadi. Ammo biz haliqindek ba'zi to'salg'ular tufaylidan, haliqindek ba'zi kamsitishlar tufaylidan, haliqindek ba'zi chakishlar tufayli xato qarash tufaylidan biz bu san'atkorlarimizga, muajiratda turayotgan san'atkorlarimizga yeterlik darajada ega chiqolmadik, sahib chiqolmadik. Biz shulardan yeterlik darajada foydalanmadik. Biz ularga ega chiqadigan, ulardan yeterlik darajada foydalanadigan, ularni bir yerga to'plab, kollektiv holda chet elda bo'lib Mag'rib davlatida Uyg'ur madaniyati orqali bu yerda Sharq Turkiston davosini tanitadigan, Uyg'urlarni tanitadigan bir yangi yo'l tanlashimiz kerak. Bu fikriniz nəhayət doğru. Şuna müaciratdagi qarindoshlarımızdan bu noktada nima bo'lishi kerak? Hamma ish yo'li bilan bo'ladi. Herkes bir yerda naqshul san'ati, muzikani bu yerda biz boshqa narsani bahona qilib turib, bunaqa qarshi turmasligimiz kerak, uni to'smasligimiz kerak, uning taraqqiy qilishiga sharoit hozirlab berishimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki bu Uyg'ur san'ati bu Uyg'urlar uchun bek muhim. Bizningki kimligimiz hamda bu. Xuddi doppimiz bizning belgimiz bo'lgani o'xshash. Bu bizningki naqshul san'atimiz, madaniyatimiz, bizningki Uyg'urlarningki eng asosli kimliklarimizninki birisi. Aziz qarindoshlar, xo'sh, Zayniddin efendi, menda oxirida sizning yana xalqimizga muajirat yashayotgan qarindoshlarimiz qanday yurak so'zlaringiz bor, bir anglasak. Bek yaxshi bo'ldi. Hammalarning vaqtini oldim. Balki ko'rayotgan jamoatlarmi, balki vaqtni sarf qilib ko'ryapti. Hammalarga rahmat.
Mening eng ahırda şu bütün dünyadaki Uygurlar mening qarindoshlarımdan, dostlarımdan kütüdigan ümidim biz turayotgan davlatdagi asosan davlat turayotgan davlatdagi siyosiy partiyalarga, kichik huquq jamiyatlarga cho'qim a'zo bo'ladi. Chunki bu yerda bir masala var-da, hozir shu Tibetlarninki, Gollandiyada bütün partiyada adamı var, bütün kichik jamiyat, kichik huquq jamiyatlarda adamı var. Nima uchun Tibet nurg'un pul bilan chiqdi degan gap emas. Tibet nurg'un boylik yaratdi o'ziga, nurg'un odamlarni o'qitdi, nurg'un odamlar mana shunday partiyalarga, shunday hukumat o'rinlariga yaqinlashganlikdan Tibet masalasi g'olliq masala bo'lib hozir saniga chiqyotdi. Necha yilni yag'izadi aldı dedi. Ma yaqinda biz besiplik yaptık Tibet masalasini, bizningki aldık ütüplik yaptık. Çünkü zulüm o'xshamaydi, bizning bak ig'ir bo'lib ketdi. Yeterlik, bundan ig'ir zulüm bo'lmaydi. Mana bu shunchalik zulmning ichida qilayotgan bir millat bo'lgandan keyin xo'sh qarindishim. Bir vaqtinglarni, bir kun, bir haftada, bir soat vaqtinglar ketadi. Turayotgan partiyalarning bir faoliyatlari bo'lsin, bir qatnashib, uning uchun bir ishlanglar. Vaqti kelganda ular sizlarga nayt köp bir qaytırış buladı bu yerde. Şuna men şu çetelde yaşayotgan, bularmı garip ellerde yaşayotgan Uygur qarindoshlarımga deydiğim, biz çoqum şu davlatga çökiniş, şu davlat yerlik partiya hukumatları orqali biz Xitoyga yana bir yangi strategiyalik bir narsa shakllantirishimiz kerak bo'lib qoldi. Şuna men qayta deydiğim, qarindoshlarımga vaqtinglarni aldık. En yaxshisi biz yana şu yerlik qarta taraqqiyotni kuchaytsak. Rahmet Berat efendim. Rahmet Zeynep efendim, hakikaten siz degandek bu bizninki bu o'zimiz turayotgan davlatlardagi yerli xalqqa o'zimizning Uyg'urlarning kimligini tunishtirish bu nihoyatda muhim bir narsa. Masalan, men 25 yil burun Germaniyaga kelgan vaqtimda Uyg'ur desa asosiy jihatdan bilmaydi. O hazır Uygur'un deydi. Uygur'un dese zaten bilmeydiğin bir girmem kalmadı. Qarang 25 yıl kısa bir vakit hem de. Bir milletin tutulmuş için bir devlette. Elbette. Bu hazır hem de bu nime? Bu hemmesi tasadifi oturup çıkan narsa emas. Şu Germaniyadaki qarindoshlarımızın, fidakar qarindoshlarımızın keç gündüz tirishchanligi, mücadele qilishi, zerikmay, anglitishi, vaqtini chiqarishi, iqtisodini chiqarishi, fidakarlik ko'rsatishi. İzchil turda fidakarlik ko'rsatishninki bir natijasi mana bugungi kun kelgan vaqtida Germaniyada Uyg'urlar va yoki Gollandiyada Uyg'urlar degan vaqtida zaten yerlik xalqlarni tunuydigan bir nima keldi. Bu albatta qarindoshlarimizningki fidakarligidan ayirib qarashga bo'lmaydi. Hakikaten hem de bu Gollandiyadagi qarindoshlarimizni boydab o'tdim, nayt fidakar qarindoshlar hakikaten Gollandiyadagi qarindoshlardan ko'p faxrlanamiz. Biz Germaniyada ko'p deyishimiz. Çünkü namoyishni qilsak eng ko'p qiladigan niya Gollandiyada hamda. Bu fidakarlikninki bir jonliq bir isbot hamda jonliq bir dalil deb qaraymiz buni. Albatta bizim o Bayım Zeynep efendim ait yaxshi deb o'tdi. Biz vaqtimizni bütün kuchimizdan tirishimiz kerak, bekor vaqtimizni o'tkazmasligimiz kerak deb. Bu Memtun Buğra Hazretim 1949-yilda chiqqan vaqtida avvalgi programmamda dedim, nayt mashhur bir gap bor. Biz Sharq Turkistonliklar vatan uchun vatandan ayrildik deydigan. Ya'ni chet elga jinimizni qutqazg'ili yeb ishkili, chet elning rohat farog'atini yashig'ili chiqmadik biz. Shu qo'ldan ketgan zaminimizni qaytarib olishninki chora tadbirlarini izlab chiqdik va ashada mustamlik ostida yashayotgan xalqimizningki sadosini mustamlikchilarning silayotgan zulmini bu dunyo jamoatchiligi anglitish uchun chiqdik deganimda, shun ularni shu yetakchi ideya bo'yicha umrining oxirigacha, oxirgi tinigigacha bu kurashni qildi. Uningga chet el qarindoshlarimiz varislik qilib, mushu keynimizdagi, mening keynimda ayoltuzlik ko'k bayroqni uyushtirib qo'ymay, o'g'irga vermay, qo'limizdan tushirib qo'ymay, ushtirib etmay bir yerga yana ma o'tirimiz turgan bizningki 33-yillik Cumhuriyetimizningki eng güçlü davlat gripimizni yo'qotib qo'ymay, hozirgacha buni saqlab keldik va buni mangu saqlashimiz kerak, davomlashtirishimiz kerak. Buni biz sog' salomat vaqt kelganda biz mustaqil Sharq Turkiston
devletimizge sağ-salamet bunu apırıp halkımızı topşirishimiz gerek ve yana şu bayrakni inşallah aman bir günü biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki biz her ketim namoyish qilsak bu bayrağımız Birleşken Devletler Teşkilatı'nın darvozasining sirtida lapildaydi. İnşallah kelgusida şu bayrağımızı biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki içidiki qorasining içidiki başka devletlerning mustaqil devletlerning bayrağı qatoridan bu yerda o'rin elish uchun hammamiz qo'limizdan kelgan fidokorlikni ko'rsatishimiz kerak. Rahmat Zaynab efendim ataydan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun inshaalloh bundan keyin siz bilan pat-pat ko'rishib suhbatlashib turamiz. Sizga tekrar sansimiz nomidan minnatdorligimni bildiraman. Xayr xo'sh. Xayrli kechlar tilayman sizga. Rahmat, xayr xo'sh. Rahmat sizga. Ferhat efendim, xo'sh emsa. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hozir sizlarningki ko'rayotganingiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan boshqarilayotgan To'rt televiziyasiningki naq maydon programmasi aziz qarindoshlar. Biz boya Gollandiyaningki Amsterdam, Rotterdam shahrida istiqomat qilib turayotgan Zayniddin Tursun efendim bilan Gollandiyadagi Uyg'urlarning ahvoli, Uyg'ur davosining Gollandiyadagi taraqqiyot ahvoli haqida bir suhbat yapdik aziz qarindoshlar. Ben bu programımızdan bir şey dep öttüm. Dünya Uyg'ur qurultiyi To'rt televiziyasi naq maydon programmasi yangi başladık. Dünya Uyg'ur qurultiyi To'rt televiziyasininki başka programlarını devam kılavatdı ve bu jarayonda biz dünyanın arqasi ellerinde yaşayotgan qarindoshlarımızdan, samimiy qarindoshlarımızdan ait köpligen taklif fikir, yani Dünya Uyg'ur qurultiyining To'rt televiziyasini taraqqiy qildirish maqsadida berilgan köpligen teklif fikirlerini ve hatta ait samimi tanqidlerini topshirib oldik. Her gün topshirib ilyapmiz. İnşallah biz bu qarindoshlarimizningki bu samimi teklif fikir ve tanqidlarga astoydil qaraymiz. Dünya Uyg'ur qurultiyi To'rt televiziyasi sizlarningki hammanglarningki sadası, yürek sadası, qalb sirdishi aziz qarindoshlar. Sizlarningki o'rtaq mulkinglar. Dünya Uyg'ur qurultiyimi bütün xalqimizningki illiq bir ailesi. Bundan keyin biz Dünya Uyg'ur qurultiyininki To'rt televiziyasini sizlar kutgan seviyede yani bu muntazamlashtirishga, sistemlashtirishga, kasblashtirishga tirishimiz inşallah aziz qarindoshlar. Şunun bilan bugungi suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Bundan keyin suhbatlarimizni bek uzatib etmaymiz. Sizlarning vaqtinglarni ko'z tutib, biroz qisqa ixcham qilishga tirishimiz. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Hammanglarga xayrli oqshomlar tilayman. Janob Alloh hammanglarni salomat qilsin aziz qarindoshlar.